Bug'doy bir tariqasi bobo bog'chamizni vaqtidan qolganki dehqon. Dehqonning ma'nosi qon bo'lsa ham jigarxon, bo'lmasa ham jigarxon. Buni borasi aytib ketaversam dehqonlikni borasi ko'p duni darozdi. Dehqon o'la 2 yil ishlaysiz bunga. 2 yil ishlaysiz avvaldan. Dehqon albatta bir necha ro'zdan beri, yildan beri pasaydi, mashalloh kena rush qilayotibdi. Buni zabardast o'kiziz bo'lsa haydasangiz, omoda qilsangiz zaminni. Yaxshi buni omoda qilsangiz, undan kunjut sepsangiz, qavun tarviz eksangiz, bu omoda bo'ladi. Buni bug'doyingizni o'rib, qavun tarvizingizni yeb, undan o'rnini past yana sochasiz buni quruqqa. Allohning xohlagani bo'lsa yaxshigina bug'doy bo'ladi. Buni keytidan hamma umidgordi, dehqonni keytidan hamma bahrabandi. Bilingki, cho'pon ham bahraband, rishkabon ham bahraband, mo'tarbon ham bahraband, tirshalbola ham bahraband, hamma bahraband dehqonni sababidan. Nima uchunki dehqon bo'lsa dehqonga hammaga birday bo'ladi. Bo'lmasa dehqon jigarxon bo'lsa hamma birday birodarim jigarxondir. Buni borasidan dehqon deydi, ana shu dehqonning nimasida dehqon tafxosh bo'lsa hamma birday tafxosh. Buni borasiga ko'p rozimiz. Bug'doy inshaallohki bu yil biltir mundoqroqda, bu yil ko'p yaxshi. Bo'yi past bo'lsa ham ko'p rozimiz. Maqsad endi rush qilaversa inshaalloh dehqonni bir giftakina ag'ammonda bo'ldi dehqon. Eshitmaslikdan samon yog'adi, xossonlik bo'ladi, o'kizda ketdi qo'ldan. Inshaalloh o'kizda qo'lga kelsa yana past fikr qilingki, o'shanda obodlik, o'shanda qavun, o'shanda tarviz, o'shanda bug'doy bu mehnatdan bo'ladi. Alla yerdan bo'lmaydi. Hallasangiz zaminda, zamin sizni hallaydi. O'la zaminga yaxshi xizmat qilsangiz, inshaallohki hammani birday tafxosh qiladi, to'g'aradi.